Bugun Sullivanning ikkinchi qismini olamiz. Ukam salom deb qo'y. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Mahkamroq gapir. hammaga salom. Bugun sizlar bilan Javohir. Shuna. Ismim Tepada Steve, lekin boshqacha o'zimizda olamiz. Bo'lsam Sullivanni boshlaylik. Avval uyimizni qurib olaylik, keyin bolalar boshlaymiz. Ovqat bormi aka? Ovqat. Ovqatim yo'q. Endi nima qilamiz, ha? Mana buyoqqa eshik qo'ymabsan sen. To'xta. To'xtab qochib tur. Qaraman, metga pichka qo'y. Nima uchun o'tiribsan? Kreativing bormi? Yo'q, pichka qo'ydim kerak. Qani pechka? Buzib tashladingmi? 3 ta pechkam bor hozir meni. Sen qotish bo'lyapti-da Minecraftda. Sen olib qo'yding-ku pichkamni. Bitta lopata esa Lopatam yo'q. qotyapti ozgina meniki. Bola obunachilar hali yaxshi bo'lmasligi mumkin, lekin ko'ringlar, o'ttar video bilan. Nima? Yo'q! Bo'ldi. Bolalar sizlarga yaxshi eshitmayapti. Men quloqimni oldida chaylab jib qo'yapti. Bo'ldi jim bor. Qo'y qutanga. Qayda so'kinmadi. Kamera yoqilgan kerak. O'zimdan ketdi bilet. Kamerani qo'yib qo'y. Sen ikkimizni xonamiz ikki xil bo'ladi. Oson qilib turamiz, o'ylamiz. Ovqat ichdim, to'lib boryapti. Meniki rozi. Bolalar, mana shuncha vaqtdan beri kamerani o'chirib videoni qildik. Hozir uyimiz bitay deb qoldi. Men narsalar olib boryapman uyimizga. Ukam bilmasin, qancha taxtasiga isiz 48 ta versak hesab qo'ydi. 48 ta. Hozir men uyimni oldiga biriktirdi. Bu tejamaydi versakda. O'tib yordi qolganini. 21 dona uyimni oldiga qo'ydi. 21 dona. Ishonmaysizlarmi? Ishonmasin. Uyim qani meni? Unisi meni uyim. Hayla 21 ta versak. Shundaymi? Gapir, nima gapirmayapsan sen? Men qanchadaman hozir temir olibman. 42 ta versak? Temirdan 12 ta bo'ldi. Hozir yana kechirasan, uyingni buzib turibman hozircha. Yo'q, buzma. Chiqishim kerak-da. Cho'chqa haromsan. O'zini esiga bortirgan. Men yovuzman. Yovuzlarni yo'q qilaman. Kamerani yoqqanman. Tizuvli gapir. Yapan kamerani yoqqaningni. Qani eshigim? Uka, garanga o'xshab eshigimni o'rniga qanaqa narsa qo'yib qo'yibsan sen? Men qo'ymaganman-ku. Tosh kerak menga. Toshing bormi? Bo'lmasa 10 ta toshing bormi? Bitta toshim bor. Tuzul bormi? Toshanga bittagina toshim bor. Toshim tamam ketdi. Asab bu. Yangisini yasab daraxt chopa olaman. Bolalar 3 soat video qildik. 3 soat. Oq daraxt. O'rniga ukamga bitta uy ham qurib berdim. Asabiylashyapmiz. Mehnatga bitta like bosib qo'yinglar. Yo, bosmaysizlarmi? Bosmasalaring yaxshi emas-a. 3 soatdan beri o'ynab yotibmiz. Qaranglar nima qilib tashladik.
Sizlar bilmaysizlar-da hali. Shuncha ko'rib yopsizlar. Bo'lmasam hozir pechkalar joylash. Uf, toshdiq. Endi yana olib kelishim kerakmi? Hit qivordi. Cho'g'or sen qo'zg'on, pux deyapsanmi bu yoqda? Asab buzilgan pay. So'tdan beri video tayyorlayapmiz. Qo'zg'on. Ovqat. Bola qiynashlayapman, uka, ozgina bo'lsa. Difficulty'ni ko'paytirdim. Qoning ochqayaptimi seni? Menga tez ochqayapti. Mana buyoqqa puqqa bersa qo'yasan bilan. Ochqanapti. 26 ta toshing bor, ha? Boshqa toshing yo'q ekan. O'zi teshilgan ekan. Nima topding kondan? Kondan temir. Nechta temir? 12 ta. 11 ta topdim. 13 ta topdim mana. Ha. 13 ta. What the fuck? Mana vaqtda jo'lchayam qilib qo'yibsan-ku. Baqirib gapir, eshitilmayapti. Valla. Quloqim jetib yordi. Oq taraflar olib kelganman. Oq taraflar. Oq tarafing pishirib ji. Biz hali YouTuberlik qilishimiz kerak, ukam. Bilayapman. Bolalar menimcha zerikib qoldi. Ozgina video o'chirib turay. Bolalar, shu joyda ikkinchi qismini tugatamiz. Uchinchi qismi endi chiqadi. Xayr bolalar.